Assalomu alaykum hammaga, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun birgalikda shunaqa yozgi bosh kiyim to'qishni o'rganamiz. Darslikni boshlashdan oldin, agar kanalimda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, like bosib, kommentariya yozishni esingizdan chiqarmang. Bu yana yangi darsliklar chiqarishimga menga motivatsiya bo'ladi. Demak, bizga eng birinchi kerakli narsalarni taxlab olamiz. Xuddi shunaqa shapka to'qiymiz yozgi. Qizil ipdan foydalanaman. Demak, bizga ip kerak bo'ladi. Ipim Kartopu Aksoft 100 grammida 250 metr. 100% akril ip. Demak, 3 millimetrlik kuruchokdan foydalanaman. Bu ipdan to'qish uchun 2,5-3 millimetrlikdan foydalanib to'qisanglar bo'ladi. Demak, marker va qaychi kerak bo'ladi. Ishni boshlaymiz. Demak, eng birinchi qiladigan ishimiz sehrli halqa olib olamiz. Sehrli halqa olish uchun ipni qo'limizga shunday qo'yib, ikkita barmoq qilib olaman. Ikkita barmoqdan ipni aylantirib olamiz. Mana. Shunaqa qilib aylantirib oldik. Mana 3 millimetrlik kurchok bilan shunaqa kirgizib, mana bu ipni bu tomonga tortib olamiz. Va tortib olib, ipni qo'limizdan sekin chiqaramiz. Sekin qo'limizdan chiqarib, mana shunday qilib ushlab olamiz. Bitta to'qib olamiz. Mana bu aylana sehrli halqa deyiladi. Mana sehrli halqaga bitta zanjir to'qib oldik. Endi bu bitta zanjirdan tashqari yana 4 ta zanjir to'qiymiz. Ya'ni mana bu to'qigan zanjirimiz bilan birgalikda 5 ta zanjir bo'ladi. 1 to'qidik, 2 3 4 5 to'qib oldik 5 ta zanjir. Endi buni yana mana sehrli halqani ichiga kirgizib, ipni kurchokda tortib chiqaramiz va naketsiz ustuncha to'qib olamiz. Mana buni salgina tortib olib, naketsiz ustuncha to'qib olamiz. Ikkalasidan olib o'tamiz. Mana bu bizni birinchi qamiz tayyor bo'ldi. Birinchi naqasi tayyor bo'ldi. Ya'ni mana bu shapkamizni mana bu o'rtasidagi mana bu 5 ta gulga o'xshab turganni birinchisini bittaginasini to'qidik. Endi xuddi shunaqa qilib yana 4 ta to'qib olamiz. Mana shapkamizni tepa qismidan boshlab to'qiymiz. Xuddi shunaqa qilib. Demak, birinchisi tayyor. Yana 5 ta zanjir olamiz. 1 2 3 4 5. 5 ta zanjir oldik. Yana sehrli halqani ichiga kiramiz, tortamiz ipni va mana shu ikkita halqani ichidan kurchok ipni ilib, ikkalasidan o'tkazib olamiz. Mana bizni ikkinchi anaqamiz tayyor bo'ldi. Yana 5 ta zanjir, 1 2 3 4 5. Mana 5 ta zanjir to'qib oldik. Yana sehrli halqani ichiga kiramiz, ipni tortamiz va mana bu ikkita halqani ichidan naketsiz ustuncha to'qib olamiz. Mana 3 ta bo'ldi. Yana 2 ta to'qiymiz xuddi shunaqa qilib. 5 ta zanjir olamiz. 2 3 4 5. 5 ta zanjir oldik. Mana bu ichiga kirib ketmasligi uchun salgina tortib qo'yamiz. Kiramiz. Yana olib chiqib, ikkita halqani ichidan naketsiz ustuncha to'qib olamiz. Yana 5 ta zanjir olamiz. Demak 4 tani to'qib oldik. Endi oxirgisida ikkita zanjir olamiz. 1 2. Ikkita zanjir oldim. Ikkita zanjir oldim. Mana bu
sehrli halqani ozgina tortib olamiz. Juda ham yopib yubormaymiz. Ozgina tortib olamiz va qurchoqqa ipni aylantirib, sehrli halqani ichiga kiramiz. Ipni tortib chiqaramiz. Naketli ustuncha to'qiymiz endi. Birinchi ipni qurchoqqa ilib olib, ikkitasidan o'tkazamiz. Keyin yana qurchoqqa aylantirib, keyingi ikkitadan o'tkazamiz. Mana keyingi ikkitadan o'tkazdik va bizni eng boshidagi mana bu 5 ta gulga o'xshaganimiz tugadi. Mana bu sehrli halqani endi yopib olamiz. Mana shu ipni tortsak, mana shu ipni tortsak, mana yopildi. Mana xuddi mana gulchaga 5 ta barglari bor gulchaga o'xshab chiqdi. Mana bu bizning birinchi qatorimiz hisoblanadi. Birinchi qatorimizni to'qib oldik. Mana shu joyga marker qo'yaman. Mana shu eng oxirgi birlashtirgan mana shu joyimga, mana shu joyga marker kirgizib olaman. Mana marker kirgizib oldim. Endi ikkinchi qatorni boshlaymiz. Ikkinchi qatorda ham 5 ta zanjir olaman. 1 2 3 4 5. Mana 5 ta zanjir oldim. Endi 5 ta zanjir olganimdan keyin endi mana bu gullarni mana bu ichiga, ya'ni zanjirlarning ichiga kirib to'qiyman. Naketsiz ustuncha bilan kirib, ipni tortib chiqardim. Tortib chiqqan ipimni qurchoqqa ipilib, naketsiz ustuncha bilan birlashtirib olaman. Yana 5 ta zanjir olaman. 1 2 3 4 5. Yana mana bu gulni ichiga men qurchoqni kirgizib, ipni tortib chiqaraman. Qurchoqimda 2 ta ilmoq bo'ldi. 2 ta ilmoqda mana qurchoqqa ipilib, ikkalasidan o'tkazib olaman. Ikkalasidan ham o'tkazib oldim. Ikkalasidan ham o'tkazib oldim. Yana 5 ta zanjir olaman. 1 2 3 4 5. Mana 5 ta zanjir oldim va keyingi gulimni mana orasiga kirgizaman. Naketsiz ustuncha bilan birlashtirib olaman. Yana 5 ta zanjir olaman. 1 2 3 4 5 va keyingi mana gulni ichiga kirib, naketsiz ustuncha to'qib olaman. Mana bu bizni oxirgi anaqamizga keldik. Oxirgisida 5 ta zanjir olmaymiz. 1 2 ta zanjir olamiz va mana bu qurchoqqa ipni aylantirib olib, mana bu marker qo'ygan markerni olib turaman va mana shu eng birinchi boshlagan marker qo'ygan joyimga mana qurchoqni kirgizib, ipni tortib chiqaraman. Naqib ketdi. Mana birinchi mana qurchoqqa ipni urib olib, keyin mana bu marker qo'yilgan eng birinchi boshlagan joyimizga qurchoqni kirgizib, ipni tortib chiqaraman. Mana birinchi 2 ta ilmoqdan o'tkazib olaman. Undan keyin yana 2 tadan o'tkazib olaman. Yana mana shu birlashtirgan joyimga marker qo'yib qo'yaman. Mana bu bizni ikkinchi qatorimiz ham tugadi. Birinchi gulimiz 5 ta edi, keyingi anaqa ham 5 ta bo'lish kerak. 1 2 3 4 mana 5 ta. Xuddi shunaqa 5 ta uychalar hosil bo'ldi. Endi 3-qatorni to'qishni boshlaymiz. 3-qator 6 ta zanjir olamiz. 1 2 3 4 5 6 ta. 6 ta zanjir olamiz va mana bu gullarni ichiga kirib to'qiymiz. Naketsiz ustuncha bilan birlashtirib olamiz. Yana 6 ta zanjir olamiz. 1 2 3 4 5 6. Mana 6 ta zanjir oldim va keyingi zanjirni mana o'rtasidan
naketli ustuncha bilan birlashtirib olamiz. Naketsiz ustuncha bilan birlashtirib olamiz. Yana 6 ta zanjir 1 2 3 4 5 6 ta. 6 ta zanjir va keyingisiga kirib yana naketsiz ustuncha bilan birlashtirib oldik. Yana 6 ta zanjir 1 2 3 4 5 6 ta zanjir to'qiymiz va keyingi zanjirni o'rtasiga kirib naketsiz ustuncha bilan mana birlashtirib oldik. Va bizni mana bu oxirgi naqamiz. 3 ta zanjir olamiz. 1 2 3. 3 ta zanjir olamiz. Kurchokka ipini aylantirib oldik va mana bu belga qo'ygan joyga kiramiz va naketli ustuncha to'qib olamiz. Birinchi ikkitasidan o'tkazamiz, keyin yana ikkitasidan o'tkazib to'qib olamiz va mana bu markerimizni endi bu joyga ko'chiramiz. Mana biz 3-qatorni ham to'qib oldik. Mana 3-qatorni mana bu oralarni sanab chiqamiz. 1 2 3 4 5. 5 ta bo'ldi. Endi keyingi qator 4-qatorimizda ko'paytirish qilamiz. 6 ta zanjir to'qib olamiz. 1 2 3 4 5. Ko'paytirish uchun qanaqa qilamiz? Endi ko'paytirish qilishimiz uchun endi ham mana bu joyga kirib to'qiymiz, ham mana bu zanjirni ichiga kirib to'qiymiz. Eng birinchi mana shu 6 ta zanjir olib, birinchi mana shu 2 ta mana shu joyga kirib to'qib olaman. Naketsiz ustuncha bilan. Mana to'qib oldim. Endi yana 6 ta zanjir olaman. 1 2 3 4 5 6 ta. 6 ta zanjir olib, endi mana bu zanjirni o'rtasidan to'qiyman. Mana naketsiz ustuncha bilan. Yana 6 ta zanjir 1 2 3 4 5 6. 6 ta to'qidim va yana mana shu to'qishni o'rtasidan kirib to'qib olaman. Naketsiz ustuncha bilan birlashtirib olaman. Mana avvalgilarda faqat mana bularni ichiga kirib to'qigan bo'lsak, ko'paytirish qilish uchun, demak, mana bu o'rtadagi mana bu joylardan ham kirib to'qiyapman. Kirib to'qidim. Yana 6 ta zanjir olaman. 1 2 3 4 5 6 ta zanjir oldim. Endi mana buni o'rtasidan to'qiyman. Talgidan oqib ketdi. Mana kirib olaman. Ipni tortib chiqarib birlashtirib olaman. Yana 6 ta zanjir 1 2 3 4 5 6 ta. 6 ta zanjir to'qidim. Endi mana buni orasiga kiraman. Kirib ikkalasini birlashtirib olaman. 1 2 3 4 5 6 ta zanjir oldim yana. Endi buni ichiga kiraman. Yana 6 ta zanjir 1 2 3 4 5 6. Endi mana bu to'qishni ichiga kirib mana ikkitani birlashtirib olamiz. Yana 6 ta zanjir 1 2 3 4 5 6 ta zanjir va mana buni orasiga kiramiz. Birlashtirdik. Yana 6 ta zanjir olamiz. 1 2 3 4 5 6 ta. Va mana bu joyga kirgizamiz. Mana kirgizib to'qib oldim. Bu mana oxirgi anaqaga keldik. Endi 6 ta zanjir emas, 3 ta zanjir olamiz. 1 2 3. 3 ta zanjir oldim. Mana kurchok ipni aylantirib mana shu belga qo'yilgan joyiga kirgizaman. Naketli ustuncha to'qib olaman. Mana birlashtirib oldim va markerni
endi tepaga ko'chiraman. Mana bu joyga marker qo'yib qo'yaman. Mana ko'paytirish qo'yib, ko'paytirish qilib oldim. Avval bizda 5 ta, mana boshidan 5 ta bunaqa joy bor edi. Undan keyingisi yana 5 ta edi, undan keyingisi 5 ta edi va 4-qatorda ko'paytirish qildik. 5 tamiz endi 10 taga aylandi. Mana sanab chiqamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mana 10 taga aylandi. Endi keyingi qatorda shu 10 tani mana bunaqa zanjirlardan kirib to'qiymiz. Hop, yana 6 ta zanjir olamiz. 1 2 3 4 5 6 ta zanjir oldik. Mana keyingini mana o'rtasiga kirib to'qib olaman. Yana 6 ta zanjir 1 2 3 4 5 6 va keyingisiga to'qiyman. 10 ta shunaqa zanjirni orasiga kirib to'qib chiqamiz har biriga. 1 2 3 4 5 6 ta zanjir va bunga to'qib oldim. Yana 6 ta zanjir olaman. 1 2 3 4 5 6 va keyingisiga kirgizib to'qib olaman. Demak, oxirigacha 6 ta zanjir olib, har bir mana o'rta qismiga kirib to'qib chiqamiz. Mana shu joygacha. Mana shu joygacha to'qib oldim. Endi oxirini birlashtirishni ko'rsataman yana. Yana har doimgidek bir xil birlashtiramiz. 3 ta zanjir olamiz. 1 2 3 kurchokka ipni aylantirib, mana bu marker qo'ygan joyimizga kirgizib, mana nakitli ustuncha bilan to'qib olamiz va mana bu markerimizni mana shu joyga ko'chiramiz. Mana bu bizni 5-qatorimiz bo'ldi. Endi 6-qator. 6-qatorda yana ko'paytirish qilamiz. 6 ta zanjir olamiz. 1 2 3 4 5 6 ta zanjir oldik. Endi ko'paytirish qilganda boya ko'rsatganimdek birinchi mana bu o'rtadagi joyga kirib nakitli ustuncha to'qib olamiz. 1 2 3 4 5 6 yana 6 ta zanjir va mana buni orasiga kiramiz. Yana 6 ta zanjir olamiz. 1 2 3 4 5 6 va yana mana bu o'rtaga kiramiz. O'rtaga kirib nakitsiz ustuncha to'qib olamiz. Yana 6 ta zanjir. 1 2 3 4 5 6 va keyingi mana bu joydan to'qiymiz. Yana 6 ta zanjir. 1 2 3 4 5 6 ta zanjir va mana bu joyga kiramiz. Ipni tortib chiqaramiz va to'qib olamiz. Xuddi shunaqa qilib, mana shu qatorda ham yana shunaqa ko'paytirish qilamiz. Yana 6 ta zanjir. 1 2 3 4 5 6 ta zanjir va mana buni orasiga kiramiz endi. Yana 6 ta zanjir. 1 2 3 4 5 6 ta zanjir va mana bu 9 joyga kirib birlashtirib to'qib olamiz. Mana yarmini shunday qilib to'qidim. Mana shu eng oxirgi mana bu joygacha aylantirib xuddi shunaqa to'qib olasizlar. Ya'ni bitta mana bu joyga bu yog'iga kirsanglar, bitta bu yog'iga,
bitta buyog'iga va yana bitta buyog'iga qilib mana shu qatorni tugatib olamiz. Mana shu joygacha to'qib olamiz. Mana oxirigacha, mana shu joygacha to'qidim. Mana har biriga kirib, endi oxirini birlashtiramiz. 3 ta zanjir olamiz. 1 2 3 3 ta zanjir olib, ipni kurchokka aylantirib, mana shu marker qo'ygan joyimizga kirib, ikkitadan to'qib olamiz va markerimizni yana shu joyga kirgizib olamiz. Tortib olaman. Ko'p ko'paytirish qildik. Eng birinchisida 5 ta edi. 5 tadan keyin bitta ko'paytirish, mana bu joyda ko'paytirish qilganimizda 10 ta bo'ldi. Endi 10 tamiz 20 taga aylandi. Sanab chiqamiz mana. Mana bu joydan boshlaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 va 20 ta. Mana 20 ta. 20 ta bo'ldi. 20 ta bo'ldi. Buni boshqa ko'paytirish qilmaymiz. Bu mana o'lchab ko'ramiz. 12 sm chiqadi bunaqasiga ham. Mana bunaqasiga ham 12 sm chiqadi. Endi ko'paytirish qilmaymiz. Endi bir xilda to'qib ketamiz. Mana bu shu joy. Demak, bu yog'iga ko'paytirishsiz to'qib ketamiz. 6 ta zanjirdan ko'paytirmaymiz. Shu 6 ta zanjir bilan aylantirib to'qiymiz. 6 ta zanjir olaman. 1 2 3 4 5 6 va mana bu joyga kirib to'qib olaman. Yana 6 ta zanjir. 1 2 3 4 5 6 ta zanjir olaman. Mana shuni zanjirlarni o'rtasidan kirib, naketsiz ustuncha bilan birlashtirib olaman. Yana 6 ta zanjir. 1 2 3 4 5 6 kiramiz. Mana shu joyga birlashtirib to'qib olamiz. Yana 6 ta zanjir olamiz. 1 2 3 4 5 6 ta va mana bu joyga kirib to'qiymiz. Xuddi shunaqa qilib 6 ta zanjir olib, mana 6 ta zanjir olib, mana shu aylantirib hamma mana bu joylarning o'rtasiga kirib to'qib oxirigacha kelamiz. Mana shu joygacha kelamiz va birlashtiramiz. Mana aylantirib 6 ta zanjir bilan mana ko'paytirgan joylarimizga to'qib chiqdim. Endi 3 ta zanjir olib birlashtiramiz. 1 2 3 ta zanjir oldik. Ipni kurchokka aylantirib, mana bu marker qo'yilgan joyga mana kirib ipni tortib chiqaramiz. Birinchi ikkitasidan, keyin yana ikkitasidan to'qib olamiz. Va mana bu markerimizni yana shu joyga qo'yib olamiz. Marker mana qo'yib oldik. Mana 7 qatorni orada 2 marta ko'paytirishlar bilan to'qib oldik. Endi 7 qatorni, demak 7 qatordan to 20-qatorgacha u yog'ini xuddi shunaqa qilib 6 ta zanjir olib, mana shu joylarga kirib to'qib chiqamiz. 20 qatorni shunday to'qiymiz. Mana bundaqa bo'lib shapka holatiga mana shunday shunaqa tushib, mana shu 20 qator xuddi shunaqa bo'lib chiqadi. Demak, 7-qatorni to'qib oldim. 8-qatorni ko'rsataman.
u yog'i 8-qatordan keyingi qolgan 12 qatorni o'zingizlar mustaqil to'qiysiz. Demak, bu 8-qatorimizni yana boshlaymiz. 6 ta zanjir olamiz. 1 2 3 4 5 6 ta. 6 ta zanjir olib, mana bu orasiga kirib to'qib olamiz. Naketsiz ustuncha bilan yana 6 ta zanjir. 1 2 3 4 5 6 ta zanjir va keyingi zanjirning o'rtasiga kirib to'qiymiz. Qolgan qatorlarni ham xuddi shunaqa qilib aylantirib to'qib ketamiz. 20 qator, umumiy 20 qator to'qiymiz. 2 3 4 5 6. Yana keyingisiga kiramiz. Keyingisiga kirib birlashtirib to'qib olamiz. Yana 6 ta zanjir. 2 3 4 5 6 ta. Va keyingisiga kiramiz. Kirib birlashtirib to'qib olamiz. Yana 6 ta zanjir. 1 2 3 4 5 6 ta. 6 ta zanjir kirib yana naketsiz ustuncha to'qib olamiz. Xuddi shunaqa qilib aylantirib mana shu oxirigacha to'qiymiz va 8-qatorni tugatamiz. Mana men bu joygacha to'qib oldim. Endi birlashtiramiz. 8-qatorni birlashtiramiz. 1 3 ta zanjir olamiz. 1 2 3 naketli ustuncha to'qiymiz. Mana shu joyga kirib ikkitadan o'tkazib olamiz. Keyin yana ikkitadan o'tkazamiz. Bu bizni 8-qatorimiz bo'ldi. Qolgan qatorlarni o'zingizlar mustaqil to'qiysizlar. Xuddi shunaqa qilib aylantirib to'qib olamiz. Demak, men hozir 8 qator to'qidim. Yana umumiy demak 20 qator to'qib olamiz. Undan keyin mana aylantirib shunaqa qilib aylantirib to'qiversanglar, xuddi mana bunday shakl chiqadi. Va oxirini ko'rsataman. Mana 20 qator to'qib oldim. Endi 21-qatorda 6 ta zanjir emas, 5 ta zanjir olib to'qib olaman. Bu mana bu peshona qismini salgina qisibroq turishiga yordam beradi. Demak, 5 ta zanjir olib 1 2 3 4 5 ta zanjir olib yana bir qator aylantirib to'qib chiqamiz. 1 2 3 4 5. Mana shunday qilib aylantirib 6 ta zanjir bilan to'qigan bo'lsak, endi eng oxirgi qatorini 5 ta zanjir bilan to'qib olamiz. 2 3 4 5. Mana bu yoqqa kirib naketsiz ustuncha bilan birlashtirib olamiz. 1 2 3 4 5 kiramiz, to'qib olamiz. Yana 5 ta zanjir olamiz. 1 2 3 4 5. Keyingisiga to'qib olamiz. 1 2 3 4 5. Xuddi shunaqa qilib aylantirib mana shu belgi qo'ygan joygacha to'qib olaman. Demak, 5 ta zanjir bilan bir qator oxirgi qatorni to'qib olamiz. Mana oxirgisini aylantirib to'qib oldim. Endi oxirini birlashtiraman. 1 2 ta zanjir olaman. Aylantirib mana shu marker qo'yilgan joyga kirib naketli ustuncha to'qib olaman.
to'qib oldim. Endi oxirgi qatorni to'qiymiz. Mana shu joyda aylantirib, ipni tortib chiqarib bitta to'qib olaman. Markerni qo'yib qo'yaman. Bitta to'qidim. Keyin yana shu joyga kiraman. Ikkita to'qidim. Endi mana bu qolib, mana bu keyingisiga kiraman. Har bir mana shunaqa ichiga naketsiz ustun bilan 5 ta to'qib olaman. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. 5 ta to'qidim. Endi keyingisiga, bunisiga kirgizib bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Har birinchiga kirib naketsiz ustuncha bilan 5 ta to'qib olaman. Yana bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. 5 ta to'qib oldim. Mana yana keyingisiga kiraman. 1 2 3 4 5 ta. Har bir mana bu joyga 5 ta naketsiz ustunchani aylantirib to'qib chiqamiz. Xuddi mana shunday qilib, mana shunaqa shaklda chiqadi. Mana shu joygacha. Men bunda 2 ta to'qigan bo'lsam, mana bu joyda yana 3 tani to'qib olaman. Demak, aylantirib xuddi shunday to'qiyman. Yana bitta ko'rsataman. Mana kiramiz, ipni olib chiqaman. Ikkalasini o'tkazaman. 1 chiqib 2 3 4 5. Qolganini xuddi shunaqa qilib oxirigacha mana shu joygacha to'qib olamiz. Mana to'qib oldim. Birinchi men bunga 2 ta to'qigan bo'lsam, mana oxiriga 3 ta to'qib 5 ta qilib oldim. Endi tugatamiz va ipni uzamiz. Kirib mana shu boshlagan joyimizga kirib ipni olib chiqdik. Olib chiqqan ipimizni buni ustidan ham o'tkazib olamiz. Mana bundan ham o'tkazib oldim. Bitta zanjir bilan ipni uzaman. Uzaman va mana bu ipni oralariga, mana bu joyga bildirmasdan berkitib yuboraman. Mana bu ichidagi mana buni ham igna bilan yoki kurchok bilan aylantirib, mana shu joyiga aylantirib bilintirmasdan yuboraman. Hozir ko'rsataman. Mana shunaqa igna bilan berkitib yuborsak ham bo'ladi yoki oddiy kurchok, ingichkaroq kurchok bilan ham qilib yuborsak bo'ladi. Mana shu aylanani ichiga endi qolganini uzib yuboramiz. Kesib olamiz. Tashqarisidan ham bilinmaydi. Endi mana buni. Buni ham ignaga o'tkazib olaman.
bemalol tortib olamiz, qolganini o'zi tashlaymiz. Mana shu bilan shapkamiz, yozgi bosh kiyimimiz bitdi. Agar siz to'qiganingizda buni hamdaqa uzunlik qilsa 18 ta kamaytirib to'qishingiz ham mumkin. Va eng nechta qator to'qishingizdan qat'iy nazar eng oxirgi qatorda avval to'qib kelgan zanjirlaringizni eng oxirgi qatorda bitta yoki ikkitaga kamaytirib to'qiysiz. Shunda pastki qismi boshingizni kiyganingizda yaxshi turadi. Mana kengayib ketmagan boshingizga bemalol bo'ladi. Qanaqadir savolinglar bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar, javob beraman. To'qib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Xuddi o'rgatganimdek to'qisanglar, xuddi shunaqa boshinglarga mos bo'lib chiqadi. Videomni tomosha qilgan hammaga kattakon rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.